tom ma'nodagi qahramonimiz Dilafruz Joniqulova. Siz ko'chaga chiqing, bulvarda beramiz, eplaysiz dedi. Og'irroq joy bo'lsa, meni o'sha joyga qo'yishar. Shu opa eplaydi deydi. Boshqa odam kelib turib meni hududimni tozalashini istamayman deyapsiz. Ha, xohlamayman. Yo'lbarsam o'z luqmasini berib qo'ymaydi. Ha, shunday. Bizlarda rosa ko'p Facebookga tashlayapti-da. Mana bu yerga chiqindi ko'payib ketdi, mana bu yerga chiqindi. Shu insonlar sal o'ylash kerak-da. Shular ishlayapti, shular musor chiqindini yig'yapti. Xo'p, siz bulvarda yuribsiz Samarqand shahrida. Aytaylik, mana shunday xiyobondasiz. Oyog'ingiz ostiga tushgan bargni hech olib qo'yish haqida yoki qandaydir oyog'ingiz ostidan chiqqan bir chiqindini yoki baklashka qutisini olib qo'yish haqida o'ylaysizmi? Men o'ylayman, ko'pincha o'ylamaymiz bu haqda. Assalomu alaykum do'stona suhbat loyihasini mehmonlari, bizni kuzatuvchilarimiz. Bugungi qahramonimiz, tom ma'nodagi qahramonimiz Samarqand shahar obodonlashtirish boshqarmasi xodimasi Dilafruz Joniqulova. Dilafruz opa, sizni efirimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum. Vaqt ajratganingiz uchun, suhbatga rozi bo'lganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Dilafruz opa, bizda bu loyihamizda an'anaviy savol bor. Odatda qahramonlarimiz o'zlarini tanishtiradi. Qayerdan, nima ish qilgan, shu paytgacha qilgan ishlari, yoshligi, bular haqida qisqacha biz kuzatuvchilarimiz va biz tasavvurga ega bo'lishimiz uchun ma'lumot berishadi. Marhamat Dilafruz opa, siz o'zi kimsiz? Men Joniqulova Dilafruz Tahirovna, Jomboy tumanidanman. 15 yildan beri Samarqand shahar obodonlashtirishda ishlayman. 8 yildan beri brigadirlik qilaman. Hozir Alpernovoy istirohat bog'ida 2 yildan beri ishlayapman shu yerda. 23 nafar ishchimiz bor. Shular bilan aka-uka, opa-singil bo'lib kelishib, murosai madara qilib ishlab yotibmiz. Odatda demak hududlar bo'lib beriladi, Alisher Navoiy bog'i deyapsiz. Qanaqa tartibda bo'lib beriladi? Alisher Navoiy bog'i shu bulvar, bu yog'i Amir Temur ko'chaga tutasha, bu yog'i Shohruh ko'cha, Prezident mehmonxonasi bilan hududimiz katta, anchagina. Ikkita brigadaga bo'linib ishlaymiz. Bolalarim mayda payti hamshira bo'lib ishlaganman. Keyin shu oilaviy sharoit va hamshiralikka vaqt bo'lmay qoldi chiqishga, boya xo'jayin ruxsat bermadi. Peshovoyda prezidentachasi ishga keldim. U yerga 4 yil ishladim. Ko'chaga tanishlar bor edi, opa ko'chaga chiqing, bir hududni egallab boshqara olasiz, yaxshi ishlaysiz deb tavsiya qilishdi. Atxam bova degan agronomimiz bor edi. Shu kishi Dilafruz, siz ko'chaga chiqing, bulvarda beramiz, eplaysiz dedi. Shundan 16-yildan ko'chaga chiqdim. Ishlaganimga o'zi 15 yil bo'lyapti. 16-yildan mana hozirgacha 10 yil bo'lyapti. 10 yil mana shu obodonlashtirish sohasida bu yerda ishlayapman. Bulvarga ham 2 yil ishladim. Qayer og'irroq joy bo'lsa, meni o'sha joyga qo'yishar. Shu opa eplaydi deydi. Rahmat shu kattalarimizga. Viloyat hokimidan sovg'alar olganman. Shahar hokimiyatiga rahmat. Shahar hokimi Fazliddin Karimovdan sovg'alar olganman. Mana hozirgi boshlig'imiz Feruz Aliyev ham yaxshi inson. Tez-tez kelib xabar olib turadi. Bilmaganlarimizni o'rgatib, opa shunday qilish kerak, mana shuni buyurdi, bunday qilish kerak desa, bo'ldi boshliq bajaramiz deymiz. Oyliklarimiz vaqtida beradi. Bayramlarga yaxshi pul berilyapti, Xudoga behisob shukr. Ustma pullar beriladi. Har 3 oyda yaxshi, zo'r olyapmiz. Shunday xursandman. Tez-tez tadbirlar bo'lib turadi Mo'jiza amfiteatriga. Shuni hasharchi chaqirmaymiz. Men xohlamayman. Chekka hududdan hasharchi kelib, bizlarni ishimizga xalaqit berib, hashar qilib tozalagan xohlamayman. O'zimiz eplayik, shu kamchilik bo'lsa ham hududni shu sharoitni o'zimiz qilaylik, bizga hasharchi kelmasin. Bayroqni ular hasharchi keldimi, ular bayroq ushlab ketishni men xohlamayman. Mo'chalim yo'lbarsda, yo'lbars mo'chaldagilar shunaqa bo'lar ekanda. Xohlamaydi, birov kelib ishimizga burnini suqqan xohlamaymiz. O'zimiz mana baholi qudrat eplashga harakat qilamiz. Hozir park hududida 1 metr kuygan gazonimiz yo'q. Xohishaning xohishaman. Agar erinmasangiz aylanib chiqsangiz ham bo'ladi. O'zi ko'rinib turibdi, lekin haqiqatan. Endi hozir shamol bo'lyapti, xazon boshlandi. Endi bu tabiatga hech kim teng kela olmaydi. Qo'limizdan kelgancha yig'ib, tozalab, musor chiqindilar chiqarishga harakat qilyapmiz. Bizlarda rosa ko'p Facebookga tashlayapti-da.
mana bu yerga chiqindi ko'payib ketdi, mana bu yerga chiqindi. Shu insonlar sal o'ylash kerak-da. Shular ishlayapti, shular musor chiqindini yig'yapti. Bizga rahmat aytmaydi, lekin voy mana Alisher Navoiy park, hamma joy musor deb internetga yomonlaganda, shu bizlar ishlayapmizki, shu musor yig'ilyapti. Olib ketadigan konteynerda bo'shatadigan bola ulgurmayapti. U kam 6-7 ta hududdan konteyner bunker bo'shatib keladi-ku. Bir kunga ulgurmayapti. Bizda bir kunga konteynerda agar bo'shatib bersa, 2 martaga ham to'ldirishga kuchimiz yetadi. Mana shu ko'chani, mana chiqindi qutilar rosa ko'p qo'yilgan. Ana shularni tozalab chiqib, o'zi boshiga yetasiz, keyin hovuz atrofiga o'ta. Men ularga joyini aytaman-da, pasport stolga o't, keyin parkka kir. Tayinlayman har kun kechqurun kami 5 marta telefon qilaman. Aynalay qayerdasan? Qayerda olyapsan? Olib oldingmi? Endi shay ham qolib ketmasa aynalay, lekin shunday to'lib ketaman-da, mana sherim shunday to'lib ketadi. Boya vijdonsiz odamlar dastidan biza maktablarga endi bilmadim buni shu bog'chadan tushuntirish kerakmi? Musorda har joyga tashlama. Mana ko'ryapsiz, skameykalarga qistirib ketadi. Chiqindi qutisiga tashlamaydi, otib ketadi. Bakalashkani ham otib ketadi. Mana tadbirlar bo'lsa, endi qo'yavering musorda. Endi aqlingiz shoshadi-da, xudojon, mana qaytib tozalaymiz deb. Lekin rahmat shu ishchilarga. Yuqorida muchalim yo'lbars dedingiz-ku. Yo'lbars ham boshqa odam kelib turib meni hududimni tozalashini istamayman deyapsiz. Ha, xohlamayman. Yo'lbars ham o'z luqmasini berib qo'ymaydi. Ha, shunday. To'g'ri o'xshatish qildingiz. Dilafruz opa, hamshira bo'lib ishlaganingizni aytdingiz. Hamshira sifatida siz qanday edingiz? Hamshiralikka o'zingizni qanday namoyon qilgansiz hamshiralikda? Ketish sabablarini aytib bering. 3 yil ishlaganman hamshira bo'lib. Keyin ko'p kasal bo'lganman-da. Reanimatsiyalarga 5 kunlab yotganman. 5 marta operatsiya bo'lganman. 8 marta narkoz olganman. Ba'zan hadiga oz borsam mazam qochar. Doktorlardan qo'rqib qolganman. Boya doktor bo'lib. ha, vali degan apparatlarga ulab qo'ygan-ku. Ana shu apparatlar tagiga yotib, qor yoqqanda 17-dekabrda, xudojon, men ham chiqib yuramanmikan? Shu men ham chiqib shu qorni bir marta oyog'im bilan bosamanmikan deb niyat qilganman-da, qo'rqib qolganman. Nima bo'ldi? Ichagim tuyulib qolgan. Ichagim o'ralib, tuyulib qolib, shunda yomon qattiq operatsiya bo'lganman-da. Doktorlar 6 soat operatsiya qilgan. Keyin odam bo'lmaydi degan. Boya jamboyga operatsiya qilgan deb. Shunday uydagilar ham shoshib qolgan. Go'daklarim kichkina edi u payt. 2010-yil bo'lganman-da. Keyin shundan doktorga ishlamay ketdim. Xohlamay qo'ydim. Doktorlar boriga shukr. 2 ta opam vrach. Pensiyada shunday ham skoriga, doktorjilarga ishlaydi. Lekin o'zim xohlamay qo'ydim. Keyin bu yoqqa ishga o'tdim, menga bu yoqib qoldi. Yaxshi ekan. Toza havo, qancha odamni ko'raman, qancha bilan hangama qilaman, bemalol gaplashaman. Javobgarligi yo'q. Toza havoga direktor. 3 nafar farzandim bor. 2 ta qizim, 1 ta o'g'lim. Xudoga behisob shukr, 3 nafar farzandim ham oliy ma'lumotli. Samarqand davlat universitetini amaliy matematika fakultetini bitirgan. Uchalasi ham oilali, bola chaqali. Xudoyimga behisob shukr. Meni ishimdan bolalarim uyalmaydi. Oldin kelib birga ishlashib, qarashib, yordam qilib, shu institutlarga, majlislarga chaqirsa, bolam formada borsam uyalmaysanmi desam, "Yo'q, ayajon, nimaga uyalaman? Formada kelavering" derdi. Formada bemalol institutga kirib, majlislarga o'tirganman. Shunday xursand bo'lganman. Bir xil odamlar ketib, unaqa qilib ajablanib qaragan vaqtlari ham bo'lganda. Oddiy supuruvchi bo'lib ishga kelganman-da. Shu tarix bilan mana ruslet, geografiyalar oldini, befaga oldini supurardim ko'chaning o tarafini. O'shanda supurgini dastasiga suyanib, hali asol oq yelkanli kemani kutadi-ku. Ana shunga o'xshab studentlar qator o'tsa, shunday niyat qilardim-da, xudo, meni ham bolalarim oq ko'ylak kiyib o'qiydimikan deb shunday havas qilganman. O'sha oq kemangiz keldimi? Ha, xudoga behisob shukr. O'shanardim bolalarimga hamisha tug'ilgan kun, bayramlarga men ularga yegulik sovg'a qilmaganman, kitob sovg'a qilganman. O'qi bolam, menga o'xshab, dadangga o'xshab Misrga ishlamaysan deb, o'qi bolam, o'qisang yaxshi, yutuq seniki bo'ladi.
samgoda o'qisang hamma sohada ishlashing mumkin. Bitta ma'lum bo'lib qolmaysan, yuqoriga ko'tarilasan. Samgoga ishlaganlar ancha yuqori lavozimlarga ishlaydi deb men bolalarimga motivatsiya berganman-da. Xo'jayinim o'zimiz bilan birga ishlaydi. Mirzo Ulug'bek ko'chada obodonlashtirishda ishlaydi. O'sha bolalar o'qishga kirgandan keyin kampir deydi-da. Kampir bo'lib yursin deb kampir. Endi ikkovlashib birga bitta joyga, mushta bir joyga uraylik, bolalar kontrakt bo'lsa ham o'qitib olaylik deb. Xudoga behisob shukr, o'qitib oldik. Ish vaqtingiz nechidan boshlanadi? Ertalab nechidan siz ishdasiz? Ertalab 7 dan to kechqurun 5 gacha ishdamiz. Lekin shu 7 dan ish boshlaganimizcha men 4 ta turaman. Chunki ayol kishimiz, ro'zg'orimiz bor. Ro'zg'orga kamko'slarni qilib, bir ikkita ishlarni qilib, ko'chaga chiqib 6 da avtobus yuradi, 7 ga olib kelib tashlaydi. Bu yerga hammani o'zi joy-joyiga tarqatadi, obodonlashtirish bepul avtobus qo'ygan. Shu kelamizda ishga chiqib ketaveramiz. Qishin, yozin farqi yo'q. Jomboydan qatnaysiz. Jomboydan qatnab ishlayman. Ulgurayapsizmi? Ha, ulguraman. Hozir ham kechqurun yetib borgandan ro'zg'orga tashishga shunday sho'ng'ib ketamiz. Bu yoq 11-12 bo'lib ketadi. Ey voy, uxlayga ketdik deb qolamiz. Bitta gapni aytdingiz-ku, men hamshiraligimda xo'jayinim e'tiroz qilardi, uncha xohlamasdi ishlashimni deyapsiz-ku. Endi hozir unaqa kayfiyat yo'qmi? Yo'q. Endi yo'q. Birgasiz. Ha, birgamiz, birga bitta avtobusga kelib ketamiz, ham xarakterimni tushunib, bir-birimizga moslashgancha ham vaqt kerak-ku. Doktorlar ixcham kiyinadi-ku, shular xohlamaydi. Oppoqqina, chiroyli bo'lib. Xohlamaydi. Yaxshi qayta qizg'anar ekan, bu eng zo'ri bu. Ha, shunday. Masalan, qizg'anmay qo'ysa-da, keling, mana Dilafruz opa, men ayol kishisiz. Xo'jayiningiz sizni qizg'anmay qo'ysa, o'zingiz qanday his qilasiz? Xafa bo'lsam kerak. Xafa bo'laman. Qizg'anadi hozir ham. Ha. Hamma ayol menimcha buni xohlaydi, turmush o'rtog'i qizg'anishini. Ering sevdi, eling sevdi. Nima qilish kerak? Bitta shunday narsa aytingki, ayollar erining e'tiboridan chetda qolmasin. Erkakka ko'p narsa kerak emas. Qorni och bo'lsa janjal qiladi. Kiyimi toza bo'lsa, qorni to'q bo'lsa janjal qilmaydi. Erkak eng asosiysi naskisi yirtiq bo'lmashi kerak, kiyimi utuklangan, toza turishi kerak. Ana shularga e'tibor qilish kerak. Uncha qiyin emas. Uncha qiyin narsa emas. Ko'p vaqt ham ketmaydi. Ayollarimiz shuni qilisha olyaptimi? Biz ishlaymiz, harakat qilamiz ulgurishga. Shu gapirib qolmasin deb oqshom 11-12 gacha ham kir yuvgan vaqtlarim bo'lgan, non yopgan vaqtlarim bo'lgan. Ertalab ishga ketaman, bular benon qolib ketmasin deb. Soat 3 da turib xamir qilib, ertalabda 5 gacha uni bir tandir qilib yopib, vallahi oldiga qo'yib kelgan vaqtlarim bo'lgan. Shular och qolmasin, kun bo'yi birovga muhtoj bo'lmasin deb ovqatlar qilib ulgurganman, harakat qilganman, shu bolalarim men yo'g'imda qiynalmasin deb. Hozir bir gap juda an'anaga aylanganda, bir kunda necha qadam yurding deydi. Masalan, 5000 qadam belgilashadi kimdir. Va u 5000 qadam yurgan odamga mukofot ham beriladi-da. Shunaqa qoidalar ham bor-da. Siz bir kunda qancha yurasiz? 10 kilometrdan ziyod yuraman men. Ertalab Tazim nihodga tushib, shunday hovuz taraf 3-taraflar bilan aylanib, park bilan aylanib, keyin xonaga kelaman. Xonaga kelamanda shunday ishga chiqib, Facebookdan boshlab, chunki men yog'lar ko'rib kelganman-ku. Ikki kishini sen 3 hovuz tarafga, sen Tazimkaga bor. Bugun mana ertalab 7 dan vodovaz chaqirib, Tazim nihodni yuvdirib, zinalar toza, morojnalar to'kilib rasvo bo'lgan ekan. Ertalabdan Tazim nihodni shilang bilan ishchilar yetib kelmagan ekan. O'zim shilangni olib, o'zim sepib yuvdim. Yuvib, keyin shu yerga ishlaydigan ayol keldi, tozalatib, erkaklarga shu ichida latogi bor, suv yig'iladigan. Ana suvlar tozalatib, chiroyli qilib qo'ydim. Ertalab 7 dan. Shu odamlarimiz yer osti yo'ldan o'tib qaytganda bir nima desam ekan, hamma joy rasvo, musor bo'lib yotganini xohlamayman. Ertalabdan birinchi e'tiborda shu Azimxotga yer osti yo'lga qarataman. Odam ko'p o'tadi. Odam ko'p o'tadi. Shuning uchun ertalabdan o'sha yerga tushaman. 20 takam 7 da tushamanda, shuni aylanib kelgancha 7 bo'ladi. Mana shu ko'chadan aytaylik, men o'zingizga belgilangan uchastka bor. Men bir marta o'tdingiz, kechgacha yana shu ko'chaga qaytib kelasizmi? Ha. Necha marta o'tasiz o'rtacha? Kami 6-7 marta o'taman. Demak, siz 10 kilometrdan ko'p ham yurib qo'yasiz. Balkim o'lchamaganman, undan ziyod hamdir, lekin o'zim xiyolimga bir 10 kilometr yuraman deyman. Hech qachon soatga yoki bir Yo'q. nimaga qo'yib ko'rmagansiz. Yo'q.
qo'yishga. Qo'yishni bilmayman. Siz shuni qo'ysangiz, men o'ylayman, nima deydi, hamma mukofotlar sizlar yutib olasizlar, eng ko'p yurish bo'yicha. Mumkin. Oyoq buyumlar bir oyga yetmaydi. Ha. Tagidan oda bo'lib ketadi. Ancha ko'p yurishimdan-da. Tagi teshilib qoladi. Tagi yedirilib ketadi. O'zi oyoq buyumni tagi yedirilib ketadi. O'zi ko'p yurgandan. mana shu ko'cha tozalovchi opalarda oyog'iga o'zi qanaqa kiyim qulay? Kalishmi yo boshqa? Obodonlashtirish boshqarmasidan qishki sezonga, yozgi sezonga hamisha forma, oyoq buyumlar tarqatiladi. Qishga bushlat beriladi. Hammamizga ich patli etik berilgan. Razmerini men hammasini so'rab, razmerlarni yozib beraman. Boshqarmaga tashlab beramiz. Ular keyin shu razmerga qarab, masalan, hozir mana bahorga kostyum berildi. Yaqinda ayla bunaqa sariq jilet berildi yozgi sezonda. Mana bu kostyumlar bahorgi forma. Qishki formalar bushlar. Ishxona tarafidan 3 marta, 4 martalab kiyim beriladi. Ishimda qiyin tomoni yo'q. Faqat ana shu endi yosh o'tyapti, borish kelishga yetak charchayapman. Avtobus tiqilinch, odam ko'p, joy tegmaydi, tika qolib ketamiz. 1,5 soat yo'lga endi odamlarni yig'ib, bitta uyiga yo'liga tushirib ketaveradi-ku. 1,5 soat tika ketish, endi siltanadi, to'xtaydi. Bir xil paytda oldidan bir nima chiqib qolsa, tormoz berib qoladi. Shunga yo'lga chiqib qiynalamiz-da. Ishdan hali qiynalmaganman. Sizni ishingizda bir xursand qiladigan, quvontiradigan holatlar nimadan iborat? Bir xil qari odamlar ertalab parklarga aylanib yuradi, ular ham o'zlarining sog'lig'i uchun salom-alik qilib, rahmat, borlaringizga shukr. Shunday mana hamma joy toza, saranjom sarishta deydi-ku, shu paytlar xursand bo'lamiz-da. Bizlarga ham rahmat aytadigan odam bor ekan-ku deb. Hamkasblaringiz ishlab yurishibdi-ku. Odatda ko'pincha ko'rmaganga olib o'tib ketishadi-da. Masalan, o'sha ko'cha tozalovchilariga bir qaramay o'tib ketadi yoki u ishlab yotgan bo'lsa, bu uni 100% majburiyati deydi-da. Siz shunaqa vaqtda bir iliq so'z yoki assalomu alaykum opani kutasizmi? Ha, kutamiz. Ko'plar salom beradi. Tanishlar o'tib qolsa, dilapa xormang deb o'tadi-yu, yoshlar sal haligi. Masalan, hozir mashina suv sepadi-ku. Sal suv tegib ketsa, shunday baqirib, bir haqorat qilib ketadi. Ko'pincha o'zim ham shalankasini ushlab suv sepishga harakat qilib qolaman. Bir joylar yuvish kerak bo'lsa, o'sha paytda sal tegib ketsa, ko'zing bormi deb baqirib ketadi. Hozir mana 15-20 minut oldinmi gazonning ustiga bir galasi o'tirgan ekan. Qiz bola, o'g'il bola, qiz bola, o'g'il bola. Keyin baqirdim. Tur gazondan 200 ta skameyka bor, skameykaga o'tir. O'tirma gazonga, musorlarni terib ket, tashlab ketma musoringni desam, baqirma, olasanda, ishingni oti nima deyapti-da. Mana yoshi katta ayollar degan gap yo'q. Yoshlarga-da, ha. Hozir bitta qiz shunday sensiroqlab baqirdi, xafa bo'lib ketdim. Muomalangni to'g'rila deydi menga. Men aytdim, senga nima deyapman? Men senlab gapiryapman. Bolamdan ham kichkinasan. O'tirma gazonga, tur o'rningdan dedim. Hurmat talab qilyapti. Men uni sizlashim kerakmi? Bilmay qoldim. Nima qilasiz shu paytda? Mana shunaqa holatlarda yig'laysiz, xafa bo'lasiz. Yig'ladi. Ha. Mana dejur bolalarimiz keldi. Yigitlarmi? Ikkita yigitimiz keldi. Kechkisi meni hozir bu ishchilar uyiga ketadi, kechkisi meni ishini boshlaydi. Ertalabgacha tozalashga harakat qilamiz, lekin 7 da yetib kelsak, o'rnalar yana liq to'la bo'ladi. Mana bu litsey bormi, bank bormi, institut bormi, u borsalari shunday chiqatda supurib tiqib qochadi. Ular kelgancha, ular erta keladi-da. Sop ketadi. Aholi sop ketadi. Qishda qiyinroq. Yozda bilinmaydi. Odamlar umuman ko'cha tozalovchilarini mehnatini qadrlayaptimi degan savolni bermoqchi edim-da. Siz mana 10 ballik nimada baholaylik. Masalan, 10 ball qo'yaylik. Biz qay darajada madaniyatlimiz, qay darajada sizlarning mehnatlaringizni qadrlaymiz? Necha baho qo'yasiz? 2 qo'yaman. Shu darajada. Ha, 2 qo'yaman. Nimaga deng? Xo'p. Boya aytganimdek-da, piknik qilishadi. Piknik shunday qilishadi. 20 ta 30 ta talabalar keladi. Asosan piknikni talabalar uyushtiradi. O'quvchilar, talabalar shunday o'tirib, yeb ichadi-da, bir xil vijdoni borib, paketga baylab, qilib, o'rnani ichiga yoniga qo'yib ketadi. Bir xil shunday daraxtlarga otib ketadi. Demak, biz 2 ga munosibmiz. Ha, 2 baho. Odat bo'lib qolgan, qarang. Lekin taksida
qaynopamga qidirib ketyapman. Bitta bola flish ichib ketay deb, ichib bo'lib derazadan shunday flishni otyapti ekan, shuni qo'lda ushlab qoldim. To'xta dedim. Ha, opa dedi. Bu yoqqa menga ber shu flish qutini dedim. Flish qutini qo'ldan oldimda, pachaqlab sumkamni chekkasiga qo'yib qo'ydimda, "Ha, xola, otib yuboraman" dedi. Aytdim, "Shu men dedim, obodonlashtirishga ishlayman" dedim. Shuni menga o'xshagan odam tozalaydi. Va sal meni o'ylaynilay dedim. Shuni sumkanga solib uyingga olib tashlashang bo'lmaymi? Haftada bir marta musor mashin kelar, musoringni tashlaysan dedim. Indamay ketdi-da. Men aytibman, hali shuni yurib ketish emas. Shu moshinga bitib derazadan narsa otganni xohlaman. Yoqtirmayman-da. Mana shu narsa farzandlaringizga ham ko'chganmi? Sizni kasbingizdagi tozalikka e'tibor. Endi uni bilmadim. Katta qizim to'y bo'lganiga men 9-10 yil bo'lib qo'ydi. Tozalikka e'tibor qilsa kerak. Bitta ro'zg'or eplab o'tiribdi. Har qalay gap kelgan yo'q orqasidan. Yo'q. Xudoga behisob shukr, hali bir tarsaki yeb kelgan joyi yo'q. Shu harakat qilaman, shular kunni qoldirma, ishini qil. Xonadoshlarim ham eshitadi. Telefon qilib qolsa 3 minutdan ziyod gaplashmayman. Qizni inasi buzatdi. Men xohlamayman qizlarim ro'zg'or buzilishini. Aytganini qil, xo'p bo'ladi dedi. Ichingga yomon ko'rsa ham yut bolam, xo'p bo'ladi dedi. Ishini qil, kuniga qara, qaynay xafa qilib qo'yma. Xudolarni menga yomonlama, xudolarni yomon ko'rib qolsam, men film yomon deyman. Xudolar bilan urushga sen menga borish xohlamayman. Qiz yaxshi yomonni ko'rsatadi-da. Ishingiz davomida shu esda qoladigan bir yaxshi, qiziqarli voqealar bo'lganmi? Hech unuta olmaysiz. Har safar eslaganingizda to'lqinlanib ketasiz, hayajonlanasiz. Viloyat hokimi Erkinjon Turdimovdan sovg'a olgan paytim qo'shnilarimga borib hazillashganman-da. Men qo'lim 3 kun yuvmayman. Men hokim buva meni qo'limdan ushlab tabriklar deganman-da. Shu haligacha yeyapman-da. Chetib restoranlarga ziyofat berib, menga podarka berdi, tashakkurnoma berdi. Hamma hamsalarim keyin Dilyanga ko'rishamiz desa, qo'lim ishlamanglar, kir bo'lib qoladi. Hokim buva ishlagan qo'lim deb hamsalarimga hazillashib gapirganman. Shuni hamsalarim har zaman eslab qolar. Qo'shnilarim havas ketar. Dilyanga deydi, musorga ishlasangiz ham bir ikkita uchtasi doktor, o'qituvchilar borda. Bizlar hali hokimdan sovg'a olganimiz yo'q. Siz rosa ko'p sovg'a olasiz deb qo'yadi. Ha, xudo xolasa, hali prezidentni ham qo'ldan sovg'a olaman deb faxrlanib aytib qo'yaman-da. Yaxshi ishimiz. Hamma mehnatini ko'rib turibdi. Kattalar ham ko'rib turibdi. Xalq ko'rib turibdi. Boya shu vijdonim 100% bo'lmasa ham bor, ozroq vijdonim bor-da. Vijdonim qiynaladi. Mana hamma joy rasuvo bo'lib, haligi bo'lib yotsa, qiynalib ketaman. Shu bir xil payt baqirib yuboraman. Bu yoqqa nimaga o'tiribsan? O'tirishga kelgansanmi? Bay park bo'lsa ham sen sayr qiladigan joy emas deyman. Sen tozala, odamlar sayr qilsin, odamlar mazza qilib dam olsin deyman. Baqirib qolaman. Voy, dilapa qo'ymaysiz deb qoladi ishchilar. Oyligingni to'liq oqlab ol demoqchi bo'lasizmi? Shunday, ha. O'zi oylik qancha? Oyligim yaxshi, xudoga shukr. Ishchilarniki ko'klamzorlashtiruvchilarniki 2 million 700 dan ziyodroq. Farroshlarniki 2 million 500 qanchada? Aniq summasini bilmayman. 2,5 million atrofida. Ziyodroq. 2 million 600 lar bo'lgan. Ko'cha tozalab yurgan opalarniki. Ha, shunday. Kundalik ishi har kunimi? Har kuni haftada bir kundan bo'ladi. Shanba, yakshanba, shanba kuni bo'linadi 50%. Shanba kuni dam olganlar yakshanba ishlaydi. Bo'linadi. 50% shanba, 50% yakshanba ishlanadi. Ko'cha bir odam qolmash kerak. Bo'lmasa musor ko'payib ketadi. Demak, mana shu ish uchun 2,5 million so'm to'lashadi. To'lashadi. Yetadimi? Yetmaydi. 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 Har holda ko'pini krediti bor, kreditiga ketadi. Shuni harakat qilishadi. Ko'tarish haqida oyliklaringizni bir aytishadimi mas'ullar? Ay, sentabrdan ko'tariladigan gap xabar chiqyapti. Ko'tarilish qiladi. Men birinchi ishga kirganimda 120 so'm olardim. Bir xalta un bermasdi. 120 so'mga. Xudojon, bu qaytaman ekan. 120 so'm bilan deb Xudoga shukr, hozir yaxshi. Yaxshi odamni tanirdim-da. Yaxshi akamiz. Uni mashinasida rahbar odam. Uni mashinasida ko'p yoqqa bu yoqqa o'tardik.
keling aniqrog'i hokimi dedi u kishi yaxshi bir do'stimiz qadrdonimiz bir tumanda hokimi edi u kishi ko'chalarda mana ko'cha tozalovchilar mana ishlab yotibdi-ku o'zi mana dugonalaringiz hamkasblaringiz ishlayapti-ku ko'rib qolsa hokim bova deb turib birdan qo'lini ko'tarib qolardida u kishi tushardidagin bitta Salima opa shoira opa Bekzod aka ismigacha aytardida ko'cha tozalovchilarni tasavvur qiling shahardagi ko'cha tozalovchilarni deyarli hammasini tanib ismigacha biladi muammolarigacha bilardi men eslayman guvoh bo'lganman u kishi doim quvontirardida qandaydir sovg'alar olib borib berardi yoki hammasiga un olib berardi masalan bir qop un 5 litrdan yog' mana shunaqangi bir ko'ngilni olish holatlari yoki hech bo'lmaganda o'tib ketayotganda issiq-u ishlaysizlar ko'pincha suv yoki muzqaymoq olib borib berardida umuman sizlarda ham bo'lib turadimi mana shunaqangi Samarqand shahrida butunlay sizlarga tanish bo'lmagan begona sizni rahbaringiz bo'lmagan odamlardan shunaqa yaxshiliklar kelib turadimi ha bo'lib turadi yaqinda ham yakshanba kuni edi faqat ishchilar kamroq edi go'sht bilan non berib ketdim keyin ishchilaringizga bering biz ayol erkaklar chaqirib hammasini bitta salafon haqini berib olib chiqdim bayram bo'lmagan holatlarda umumiy mana kundalik beradi kelib o'sha paytda nima bo'ladi masalan bir baklashka suvga yo bitta muzqaymoqqa pulingiz yetadi lekin sizga ko'rsatilgan o'sha hurmat yoki sizga ko'rsatilgan e'tibor nima beradi sizga baraka toping o'zi suv solib turuvdik dunyo turgancha turing deb qoladi o'zimiz ham aytamiz ishchilardan oldin chuv borib olmayman narsa birinchi ishchilar olsin ortsa olaman agar ortmasa roziman ishchilar xursand bo'lsin ular sizdan ko'ra ehtiyojmandroq shunday odamlar ko'chani toza saqlashi uchun o'zlari nimani o'zgartirish kerak nima kerak odamlar tozalikni saqlash uchun shu bolalari bog'cha yoshiga borgandan buni bu yerga tashlama mana bunaqa chiqindi qutilar bor shu yerlarga tasha shu uydan bolalarga tarbiya berish kerak menimcha uydan hamma narsani kichikligidan o'rgatish kerak u kattargandan keyin foydasi yo'q o'zini tutib olgandan keyin ular osmondan tushganday bo'ladi ularga faqat men degan gap bo'ladi bolalikdan demak o'rgatilmaganligi uchun shunaqa bo'lyapti bizlarni xalqimiz yaxshi o'zbek xalqi shunday hurmat qilaman o'zbek bo'lib tug'ilganimdan xursandman shu Samarqand shahriga yashaganimdan xursandman lekin ana shu tozalik borasida sal qoloqmizda shunga xafa bo'lib ketaman shu ko'zingizni oldiga otib ketadi-ku shunga xafa bo'lib ketaman ishchilardan pul olishni xohlamayman korrupsiyaga qarshiman shu meni ham ustozim bor ustozim menga o'sha brigadirlikka endi o'tgan paytlarim dilaba ishchilardan birontasidan pul olmang muttaham bo'lib qolasiz ulardan pul oldingizmi eng nozik joyingizni ushlab bular keyin brigadir ishlayolmaysiz degan man xudoga shukur necha yildan beri yuribman ana shu gapga amal qilib yuribman haligacha masalan menga rosa ko'p takliflar bo'lganda bir oyligimni beraman bir oy ishga kelmay 10 kun kelmay bir kunga 50 mingdan pul beraman aytganlar ham bo'lgan aynalay gapingizni zapis qilyapman men seni sudga beraman menga buncha qilma menga bir kuningga shuncha pul beraman yo bir oyingga buncha meni boshimda o'ribman men shu xudo bergan meni rizqim bor xo'jayinim ishlaydi o'g'lim ishlaydi o'zim ishlayman oyligim yaxshi xudoga shukur ustama pullarim bor xudoga behisob shukur to'kin so'sin yashashimga yetadi endi mana ortib qolishga yetmaydi lekin shunday kunlik yashashimga ehtiyojimga pulim yetadi xudoga behisob shukur aytaman o'zi qanchagina pulga ishlayapsan yana uni menga taklif qilma boshimda o'rtma deb so'rasangiz ham bo'ladi ishchilardan meni pulga o'rgatma pul olmayman hozir mana korrupsiyaga qarshiman dedingiz-ku bir xil kattalar borda endi ular juda katta lavozimdagilarda siz juda korrupsiya qilganingizda qo'l ostingizdagi bir ko'cha tozalovchidan aytaylik 200 ming so'm yo 500 ming so'm olishingiz mumkin lekin 100 ming dollar olayotganlar nimani o'ylashar ekan nima deb o'ylaysiz 100 ming dollar korrupsiya qilayotganlar uni vijdoniga havola
men o'ylayman, qarangda, men 15 yildan beri ishlayman-ku. Men o'ylayman, o'sha menga 50 ming yo shu 100 ming pulni rozi bo'lib bermaydi-da. O'sha birovdan norozi pul menga kerak emas. Ondan shu peshana terim halol pulim bemalol o'tirib yesam tanamga yuqadi. Ana shu uchun bilmam. Yo kim biladi bu hayotiy haligimi yo shu o'zimda shunaqa narsa bormi? Xohlamayman-da. Endi bilmadim, u katta pul oladiganlar yuragi kattaroq bo'lsa kerak-da. Men o'zimchagina yuragim bor, qo'rqaman. Kerak emas, Xudoning oldida qo'rqaman. Shu falanchadan pul olibdi degan gapni eshitishni xohlamayman. Umuman vijdonim xohlamaydi. Aytaman, ustoz rahmat. Yaxshi ham menga shu gaplarni o'rgatgan ekansiz. Kerak emas. Birovda haqqi birovga yotmaydi, hech qachon yotmaydi. Ana shunday amal qilaman men. Bolalarimga ham aytaman, o'g'limga ham aytaman. Bolam shu masalan jo'ralarini, shogirdlari bor, repetitorlik qiladi, o'quvchilari bor. Ishga joylasa pul umid qilma bolam deyman. Mana shu birovning haqqi birovga yuqmaydi, norozi bo'lib bergani baribir tatimaydi degan gap ko'p aytiladi-da. Shunday. Qanday holatda buni bilish mumkin bo'ladi? U nima bo'ladi? Unga bir qandaydir kasal bo'lib qoladimi, birovning haqqini olsa yo bir kimigadir bir zarar yetadimi yo Xudoning oldida javob berishi nazarda tutiladimi? Nimani nazarda tutishadi deb o'ylaysiz? Bolasiga, moli davlatiga, mashinaga avariya bo'lib qolishi mumkin, yo bir nima bo'lib qolishi mumkin. Shularga zarar qiladi deydi. Men Xudodan qo'rqaman. Bandasidan qo'rqmayman. Xudodan qo'rqaman. Xudoning oldiga yuzim yorug' bo'lib borsam, nima deb javob beraman? Pul olsam, masalan, ishchidan o'zi nimagina oylik olyapti-yu, men uni oyligini mana shunchasini menga berasan deb olsam, keyin qaytib javobini beraman. Hech kerak emas. O'zi eslasam yig'lab ketadi. Nimaga? Qo'rqaman. Bu yil 1800 tup daraxt ekildi. O'zi shunday daraxtzor. Yana 1800 dona ko'chat ekdik. Ko'chatlarimiz shundan 300 ta chappa o'saydigan tut ekdik. Rosa chiroyli bo'lib yotibdi. Bitta yarimi olmagan bo'lsa, hammasi olgan. Taglariga ishlov berib, suviga qarab pavloniya ekdik. Keyin katalpa degan daraxtlar ekdik. Har xil daraxt ekdik-da. 300 ta 400 donadan. Ishchilar shunchalar tez ishladi, 5 kunda ichiga 1800 dan ekib tashladi. Tagiga ishlov berib, chuqurini olib, hozir hammasi o'sib yotibdi. Endi ichida kami 10 ta yo 20 ta ko'karmagani chiqish mumkin, lekin u bizning yutug'imiz. Chunki shu 98%, 97% ni ko'kartirdik. Endi Xudo deb har kun namozga borsam duo qilaman, ey Xudojon, saratondan o'tib olsin daraxtlar deb o'tiribman. Ular hozir vegetatsiya vaqti, saratondan chiqib olsa, olib ketadi. Masalan, saratongacha bir xil bargi bilan tursa, saratonga ko'tarilmay so'lib qolib, qurib qolishi mumkin-da. Faqat chiqindiga qaramaymiz. Gazonlar ham, daraxtlar ham, mana qishlarda kustarniklar kesiladi, archalar bahordan archalarga ishlov beriladi. Tuya archalar, majvenniklar bor kesilaydigan. Ularni kesib, daraxtlar tagi turburchak shakl berilib, hamma ishlar shu ishchilar qo'lidan o'tadi. Shu odamlarimiz harakat qiladi. Kuni bilan baribir ishdasiz. Endi baribir insonning bo'sh vaqti bo'ladi-ku. Sizda ham bo'sh vaqtingiz bo'ladimi? Men bo'sh vaqtingizda nima ish qilish mumkin? Bormi o'zi bo'sh vaqti? Bizda bo'sh vaqt yo'q. Shu 8 dan 12 gacha ishlaymiz. 12 dan 1:30 gacha dam bo'ladi. Biran ishimiz chiqib qoladi. Abid qilamiz 10-15 minut. Biran ishimiz bo'lsa, yugurib borib bankka ishimiz bo'ladi. Bankomatga ishimiz bo'ladi. Yo bir kasalimiz bo'ladi. Shularni borib so'rab kelaylik, holni ko'rib kelaylik, shuncha ishlarni qilamiz. Hozir bir 2-3 yil bo'ldi kitob o'qimay qo'ydim. Oldin rosa kitob ko'p o'qirdim. Kichkina qizim Samgada o'qigan payti qizim Ermakka o'zi ham kitob olardi. Aya mana kitob o'qingda, toza zo'r ekan. Aya mana da o'qingda. Keyin aya pulingiz bo'lsa, bitta Dostoyevskiyni kitobini olmoqchi edim. O'shani olib bering. Ha, yur, o'z kitobga boramiz. Baydan qiz keladi, Abidga g'irillab borib, ikkovimiz kitob olamiz. Shetib, kitob o'qirdim, hozir o'qimay qo'ydim. Hozir Dilafruz opa Dostoyevskiy haqida gapiryapsiz. Dostoyevskiyni har kim ham o'qiy olmaydi, uni kimligini bilmaydiganlar bor-da. Shu kichkina qizim ayajon, ana shu kishini hozir oti esimdan chiqdi-da. Ana shu kitobni ancha qimmat ekan, qimmat bo'lsa ham ayjon, aya olib bering deb qizimga olib berdim. Ana.
hozir endi to'y qilib yuborganman, chaqalog'i bor. Qizim ham hozir kitob o'qimay qo'ydi, lekin 2 shkaf kitobi bor. Shu yoshligidan olib bergan kitoblarimni ham asrab qo'yadi. Repetitor degan narsa bo'lmagan. Shunday bitta nemis tili muallimdan bitta oddiy mana shunday kitobcha olib shuni faqat o'qirdim. Tez o'qisam o'qishga kirib ketaman deb 91-yil maktab bitirib u paytda mana bu tarix samgini tarixida imtihon olinardi. Og'zaki yozma o'qitib shunaqa sega imtihonga kelib imtihon topshirganman, kirolmaganman, rosa yig'laganman. Bir 3 kunlar ovqat yemay yig'laganman. Shu nemis tili muallim bo'lishni xohlavdim yoshligimda. Afsuslanasizmi? Ha. Shunga bolalarimga men institutga o'qiy olmaganman, sizlar o'qinglar deb bolalarim o'qidi. Xudoga behisob shukr. Demak, o'sha paytdagi orzular farzandlarda amalga oshdi. Ha, Xudoga behisob shukr. Hozir endi mana katta kuyovim ingliz tili o'qituvchisi. Xursandman. Endi nevaralarimga o'rgatsam, xudo xolasa nevaralarim ham nemis tili, ingliz tili o'qituvchisi bo'lib qolar. O'zbekistonda ayol hokimlar ham ko'p-da. Bir adashmasam, respublika bo'yicha 3 ta yo 4 ta tumanda ayollar hokimiyatni boshqaryapti. Siz hokim bo'lib qolsangiz bir tumanga yo bir shaharga nima qilardingiz? Hamma o'zini sohasidan kelib chiqib gapiradi, obodonlashtirish xodimlarini oyligini ko'tarardim birinchi o'rinda. Keyin bularni navbati bilan dam olishlarga jo'natardim, aylanishlarga, shu O'zbekiston hududiga aylanishlarga jo'natardim profssoyuz tomonidan. Ko'chaga musor chiqarib tashlaydiganlarga jarimani katta urardim. Obodonlashtirishni qadriga yetinglar. Chunki ular mehnat qilyapti, tuni kun mehnat qilyapti. Shularni ishini, mehnatini qadrlanglar deb jarimani katta qo'yardim. Hamma o'ziga belgilanmagan joyga chiqindi tashaganiga shtrafni bostirardim. Qarangda, hamma o'zini ish faoliyatidan kelib gapirar. O'zini sohasidan kelib chiqib, o'sha sohani biladi, o'shani qadrini bilgani uchun shuni rivojlantirishni istaydi-da. Shunday. Demak, hokimlar nima deydi? Obodonlashtirish xodimlarini hokim qilib qo'yish kerak, shahar chiroyli bo'lar ekan. Nima, oxirgi marta qachon sanatoriyaga borib dam olib keldingiz? Men sanatoriyaga bormadim. Bu profssoyuz tomonidan Toshkentga 2 kunlik sayohatga, Zominga 2 kunlik sayohatga bel hisobidan bordim. Sanatoriyaga ham borib turasizmi? Yo'q, hali biron marta bormaganman. Imkonim bo'lmagan. Endi nasib qilsa endi borarmiz, pensiyaga chiqsak. Boboy bilan. Yoshlikda ham borish kerak, davolanib. Yo'q, bormaganman. Biron marta sanatoriya bormagan. Hay, imkon bo'lsa borarmiz. Xudo xolasa. Xudo xohlasa. Hurmatli do'stona suhbat loyihasini kuzatuvchilari. Ko'rdingiz, bugungi qahramonimiz haqiqatda qahramon. Nega qahramon ekanligini suhbatimiz davomida o'ylaymanki, qaysidir ma'noda Dilafruz opa isbotladi. Bu do'stona suhbat loyihasi Samarqand viloyatidagi biz shu vaqtgacha o'sha siz havas qilgan, siz maqtagan ziyolilarni chiqarganmiz. Suhbatimiz bu ko'rsatuvimizning qahramonlari o'sha ziyolilar, sizni farzandlaringizga o'xshagan o'qimishli odamlar bo'lgan. Mana birinchi marta biz boshqa soha vakillari, ya'ni mana sizlardan boshladik. Samarqandimizda go'zal qilib turgan, chiroyli va ozoda qilib turgan insonlar. Baholi qudrat bu uchun harakat qilayotgan insonlarsiz. Va kelgusi sonlarimizda ham biz mana shunday mavzularga, mana shunday ko'zga ko'rinmas qahramonlarimizni hayoti, faoliyatini yoritib berishni maqsad qildik. Dilafruz opa, suhbat qanday bo'ldi? Maroqli, maza qildim. Ko'ngildagilarni hammasini aytib oldingizmi? Aytib oldim. Qolgani yo'q. Ayta olmaganingiz bo'lsa, sizni kuzatib turgan insonlarga nimani aytgan bo'lardingiz? Eng oxirgi gapingiz. Hammamiz shu Samarqand shahriga yashaganimizdan shunday xursand bo'lishimiz kerak. Eng tarixiy obidalarga boy joy, turistlar ko'p keladigan joy. Samarqand shahrimizni toza saqlashimiz kerak. Har birimiz shu Samarqand shahrini tozaligiga mas'ulmiz. O'zimizni burchimiz deb bilishimiz kerak. Harakat qilishimiz kerak. Bolalarimizga ham o'rgatishimiz kerak. Shahrimiz qancha toza, chiroyli bo'lsa, hammani bahri dili ochilib maza qilib yuradi. Biz bilan suhbatlashganingiz, suhbatga rozi bo'lganligingiz uchun Dilafruz opa katta rahmat aytamiz. Doim sog' bo'ling, kasal bo'lmang. Pochcha bilan farzandlarni baxtini, kamolini ko'rib yuring. Aytganingizga Rahmat. Men sog' bo'ling.